Hijoma haqida ba'zi birodarlarimiz so'rabdi. Hijoma qanaqa narsa? Rasulullohdan sunnat marqatan. Mana shu quyida keltirilgan ba'zi hadislar, mana Imom Buxoriy, Muslim, Imom Termiziyda musnadlardan olingan hadislar, hijoma bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan sunnat amal. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijoma degani ma'lum bir joylardan qon oldirishlik. Bu hijomaning asli boshlanishini gapiradigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro va Mi'roj kechasida Allohning huzuriga chiqib 5 mahal namozni farzligini olib tushib kelayotganda payg'ambarimiz aytadi, har osmondan osmonga o'tganimda pastga qara. Har osmon farishtalari menga vasiyat qildi. Ya'ni farishtalar nima dedi Rasulullohga? Alayka bi hijama. Alloh sizga ruhingizni shifosi bo'lgan namozni buyurdi. Biz sizga jasadingizni shifosi bo'lgan hijomani vasiyat qilamiz. Ummatingizni hijomaga buyuring. Juda ko'p hadislar bor, xulosasini aytaman. Sizlar davolanadigan shifolarning ichidagi eng afzali hijoma dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu boshini tevasidan qon oldirganligi, mana ikki chekkadan qon olganligi hadislarda rivoyat qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytib o'tdik. O'limdan boshqa narsaga dori degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ba'zi hadislarda 72 ta kasalga dori degan. Hijoma qilishga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan sunnat amallardir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dushanba, seshanba, payshanba kuni hijoma qildirgan ekan, chorshanba, shanba man qilgan ekan. Subhanalloh, sunnatni ko'ringki, dushanba, seshanba foyda qilgan narsa chorshanba kuni ziyon qiladi degan ekan Rasululloh. Shuning uchun ba'zi birodarlarimiz mana shu hijomani bir alomatlarini ko'rib qolsak, hayron bo'lmaylik, nima ekan bu, birorta bir toifamikin, bir firqa paydo bo'lib qoldimi deb o'ylamaylik. Bu Rasulullohdan vorid bo'lgan sunnat. Bu hukumatning mana shu meditsinasida ham bu qon oldirishlik bu aytiladi kitobda, bor narsa. Sahih hadislar bor, agar qiziqqan birodarlar bo'ladigan bo'lsa, kelsalar, yana bir to'g'ri o'qib berishga harakatda bo'lamiz. Ikkinchi savol shu munofiq odamni namozdagi yoki masjiddagi holati haqida so'ralibdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, ayatul munofiqi salas deydi. Munofiqda deydi 3 ta belgisi bor deydi. Ba'zi rivoyatda 4 ta deydi. Gapirsa yolg'on gapiradi. Namoz o'qisa ham, roza tutsa ham, hajga borsa ham munofiq. Gapirsa yolg'on gapiradi. Agar kimda mana shu 3 ta sifatdan, 4 ta sifatdan bittasi bo'lsa, munofiqlikning bir qismi bor. Agar to'ralasi bo'lsa, bu deydi xolis munofiq deydi Rasululloh. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa bajarmaydi, omonat qo'ysangiz xiyonat qiladi. Agar to'rinchisi aytiladi boshqa hadislarda, orozlashib qolsa siz bilan, g'ijilashib qolsa, ochiq dushmanlikka o'tadi. Ochiq yomonlikni qilishlikka o'tib qo'yaveradi. Rasululloh aytadi, al-muslimu fil masjidi kal huti fil ma' val munafiqu fil masjidi kal usfuri fil qafas. Namoz o'qisa munofiq bo'laveradimi? Bo'laveradi, munofiq bo'laveradi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan jihodga chiqqan munofiqlar, Rasululloh orqasida namoz o'qigan munofiqlar. Biz namoz o'qiniga qarab musulmon deyaveramiz, lekin uning nifog'ini faqat Alloh biladi. Birovning qalbini bilmaydi. Munofiq odam, musulmon odam dedi Rasululloh. Masjidda suvdagi baliqdek aylaydi. Endi munofiq odam masjidda qafasga tushib qolgan qushdek tipirchilaydi dedi. Ukalarga shunday gapiradigan gapimizki, assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh. Eshikda haqiqatan zarur ishingiz bo'lsa, mayli chiqib ketavering. Lekin hech qanday ishingiz yo'q, ko'chaga chiqib turib masjidda eshitadi, laqillab turishingizni nima deb ta'vil qilish mumkin? O'zi kech qolib kirasiz oxirgi safda mo'ljallab. Salom berishiga vozilab chiqib ketib qolamiz. Alloh saqlasin, bu nifoqning belgilaridan bittasi. Sigaret haqida so'raldi, bu sigaret haqida juda ko'p gapirildi, bunga ko'p vaqt ajratishga hojati yo'q. Ana shu Mufti Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga shu sigaret to'g'risida gapirgan bir diskini ko'radigan bo'lsanglar, mukammal javob berib qo'yilgan. Bunga qo'shimcha